Gullarda barglarini bitta-bittalab artib bering, iltimos, deb klientim aytib qoldi. За ваши деньги любой каприз deb aytdim. Gullarda barglarini artish вообще уборкаga kirmaydi. Do'p uslubi. Xo'p, shu gullarda barglarini artib berganing uchun qancha pul berayotgandi? Har bitta bargiga 100 rubldan yetadi menga deb kulib qo'ydim. Nima puli bor? Nima qilib to'lasa to'g'rimi? Shunaqa yaxshi ko'raman, duhilarni, sizlarga ham yoqadimi? O'yinchoqchasining rangi вообще четкий ekanda, barxitni krasni o'zi ham. Uyi 160 kvadrat ekan. Ikkita bolasi bor klientni, kichkinasini qaynotasi ili o'zini ayasi qarab yuradi kunduzi. Mazami? Bu mana shunaqa sharoitda odam 3 ta emas 4 ta bola ham tug'sa bo'laveradi-da. Ko'pchilik yozadi menga tug'maysizmi deb. Tug'ish osonki, ularni katta qilishchi, qarashchi. Bir xillar tug'adi-da bir-birini katta qiladi deb. Masalan, o'zing uchun tug'ding-ku, farzandlaring uchun emas. Klientimning uyi o'zi ham patologlari vashi baland ekanda, stremenka bilan o'zi ham vanasidagi polchkalarini. Uyda 3 ta sanuzel bor ekan, bittasi mehmonlarniki, ikkinchisi o'ziniki, uchinchisi detskiy. Glянцевый narsalarni ho'lab artib chiqqanimdan keyin har doim bumajnoy polotенце bilan quruqlab artib chiqaman, yaltirab turishi uchun. Shkafning ichini udobniligini qaranglar, bilmayman, musofirda duosi ijobat bo'ladi deb aytadi. Ilohim, har bittamizga shunaqa uylarda yashash nasib qilsin. Buni qaranglar, krasataligini. Va shu gap bo'lishi mumkin. Sizlarga ham bilinib shunaqa chiroyli videoni oldimda uyga kelishim bilan non palovga urinib ketdi. Har doim aytaman, men podpischiklarim eng zo'r, eng mehribon podpischilar deb yoqaman. Like, podpiska bosib qo'yinglar, xursand bo'laman.